Assalomu alaykum. Zamin Begums YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Akalar, anchadan men video syomka ham qilgan vaqtimiz bo'lmayapti. Bugun xudo xolasa 2026-yil 23-avgust sanasi ekan, hafta kuniga yakshanba. Bugun xudo xolasa ish kunlarimizdan biri. Ishlarimiz davom etyapti xudo xolasa. Hop. Ishlarimiz mana bu yerlarda hozir Begumsamiz tayyor bo'lgan. Begumsamizda cho'lchanglardan ajratish jarayoni bo'lyapti. Mana bu yerlarda go'nglarimizni olib borib, hozir ko'rsatamiz qilayotgan ishlarimizni ham. Xudo xolasa hamma beraklarimizni Begumsamiz tayyor. Bugun xudo xolasa shu Kaliforniya cho'lchangimizga ham zakasimiz ham bor. O'zimizni Dang'ara tumaniga, Qirg'iz qishloqqa bir kvadrat Kaliforniya cho'lchanglarini olib borib beramiz xudo xolasa. Bir kvadrati shu 8 ta mana shu yashigimizda bo'ladi. Bitta qo'shib 9 ta yashik qilib beryapmiz akamizga xudo xolasa. Bittan keyin xudo xolasa tashlab beramiz kechki salqinda. Shu tayyorlagan jarayonlarimizni ham qo'yib o'tib ketamiz. Cho'lchanglarimiz zichligi, narx-navolar haqida videoning oxirida hammasini aytib o'tib ketamiz xudo xolasa. Hop, qilayotgan ishlarimizni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu yerda hozir bir qator beraklarimizni 5likda yumshatib chiqyapmiz. Yumshatganimizdan keyin beraklarimizni mana shunday uyum qilib o'rtaga to'playmizda. Keyin yonlariga yangi ozuqadan tashlaymiz. Xudo xolasa bir hafta 10 kun atrofida cho'lchanglarimiz yangi ozuqaga o'tib olgandan keyin ilashni boshlaymiz. Xudo xolasa kimga Begums kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa qilib ishlarimiz davom etyapti. Ko'rishlar mumkin. Mana bu joyimizni eniga 320, ichini o'zi 320 ga bag'i 12 metr joy. Mana shu bitta beraktirimiz. Buni qilib bo'lganimizdan keyin bunisi beraktirlarda ham qilamiz xudo xolasa. Mana shunaqa qilib ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Cho'lchanglarimizni ham, tayyorlagan joylarimizni ham, keyin olib borib tashlagan videomizni ham xudo xolasa qo'yib o'tib ketamiz. Bir kvadrat cho'lchangimiz xudo xolasa tayyor. Mana tayyorlab qo'ydik. Mana shu yerdan cho'lchanglarni olib zichliklarni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hozir zichliklari mana shu holatda. Bunisi hammasi shunaqa holatda zichliklari narxi 500 ming so'm. Cho'lchang zichligiga qarab narxi 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha bo'ladi. Buni zichligini qanday qilib berasiz deganlarga, haligi bir xillar kiloga hisoblab berasizmi deydiganlar ham bo'ladi. Buni biz o'zimiz qo'l bilan, ko'z bilan chamalab turib bilib olamiz. Buni zichligini qay darajada bo'layotganini. O'shanga zichligiga qarab narxi 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha. Hop, mana shu mana Kaliforniya cho'lchanglarimizni mana yangi joylariga olib keldik. Xudo xolasa mana 9 ta yashigimizni olib keldik. Joylarimiz ozgina katta qilib qo'yishibdi, lekin ziyoni yo'q. Cho'lchanglarimiz hamma joyga egallab moslashib ketishaveradi. Xudo xolasa mana joylar zo'r bo'lgan. Go'nglarning holati ham zo'r. Xudo xolasa 2-3 kun yaxshilab ishlov berilgan. Hop, aka, xudo xolasa cho'lchanglar ma'qulmi aka? Zo'r. Aka, xudo xolasa baraka toping aka. Hamisha elimizga, yurtimizga aka, dehqon aka ukalarimizga Begumslar yetkazib aka, yuz hamisha yorug' bo'lsin aka. Xudo xolasa mana shu biznesga qiziquvchilarga mana shu Kaliforniya cho'lchanglarni soting aka. Xudo xolasa baraka toping. Xudo xolasa uyingizga baraka keldi deb hisoblavering aka. Mana shu cho'lchanglarimiz qancha hali olgan saringiz bu ko'payadigan narsa-da bu aka. Haligi bu ozayib qolmaydi-da, har doim olgan saringiz yana ertangi kuni ko'payib ketadigan narsa. Bu juda barakali narsa bo'ladi-da. Xudo baraka toping aka. Ishlariga omad tilaymiz akamizda. Mana Kaliforniya cho'lchanglarimizni yangi joylarga olib keldik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Begums ham kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz ham xudo xolasa bahorga mana shu joylarimizga Begumslarda kattaytirib, xudo xolasa bahorga Begumslar chiqaradi. Xudo xolasa akamiz bilan ham aloqalashib turamiz.
Sog' bo'linglar, hammalaringiz salomat bo'linglar. Kanalimizga mehmonlarga obuna bo'lib qo'yasizlar.